Turmush qurganimizga ro'ppa-rosa 10 yil bo'libdi. Bilasizmi, bizni nima ushlab turadi? Hayotimiz davomida chiroyli kunlarimiz bilan birga sinovli kunlarimiz ham judayam ko'p bo'ldi. Shunda doim bir-birimizga dalda bo'ldik, qo'llab-quvvatladik, o'tib ketadi bu kunlarimiz ham deb. Hayot faqat farzandli bo'lishdan iborat emas-ku deb aytardik o'zimizga doim. Bir-birimizni qattiq xafa qiladigan holatlarimiz ham bo'lib turadi. Lekin bizni doim chiroyli xotiralarimiz xafagarchiliklarimizni unuttirib qaytadan boshlashimizga, davom etishimizga yordam beradi. Yosh ulg'aygan sari hayotni ko'proq qadriga borar ekan inson. Hayot judayam qisqa. Bundan keyin ham hayotimizga go'zal lahzalar bilan birga bizdan yaxshi kunlar qolishini, yaxshiliklar qolishiga harakat qilamiz va go'zallashtirishga harakat qilamiz. Bundan keyin ham orzular va harakat qilishdan to'xtamaymiz.